Onangizda kontaktingizga nima deb saqlanib qo'yamiz? Onamdimi? Ha. Onam rahmatli yo'q-da. Biz Denovdamiz. Onajonim deb. Ayajonim. Mama. Oyim. Buvijonisi. Hojiona. Modaram. Qirolicham. Azizim. Onangizda telefoningizga nima deb saqlanib qo'ygansiz? Jannatim onam. Onam meni bir dona yagonam meni. Juda ham ko'p insonlardan so'radikda. Hamma har xil javob berdi. Bizga imminda jannatim degan odam kerak edi. Onangizni jannatim deb saqlanib qo'yganingiz uchun telefoningizga sizga ajoyib tuhfamiz bor. Onam meni bir dona yagonam meni. Denov markazida Lokma 700 degan restoran bor. O'sha restoran nomidan sizga 1,5 millionlik voucher beramiz. Onangiz bilan birga borib, onangizni xursand qilib, o'sha yerda duolarni olib, birga o'tirib, bemalol olib borsangiz bo'ladi. Onangiz necha yosh? Onam 85 yoshda. Saksam sarishtam onam. Yerda yurgan farishtam onam. Instagramingiz bormi? Bor. Bizga obuna bo'lganmisiz? Endi bo'laman-da. Endi bo'lasiz. Instagramda Lokma 700 ga obuna bo'lganingizda yana $100 berardim. O'zi onamiz bizning jannatimiz. O'zi aytishgan-ku, hayotda hamisha Rasululloh akram ota-onalarni tutib mukarram bo'lsang sen jannat qasdida, jannat seni onangni oyog'i ostida deydi-ku. Nima bo'lsa ham biz jannatni uzoq joylardan izlamasimiz kerak-da. O'zi asli jannat bizning ota-onamiz. Ozgina bo'lsa ham sizning qalbingizga xursandchilik kirita oldikmi? Kiritdilaringiz, men sizlardan juda minnatdorman. Umrlari uzoq bo'lsin onangizga. Rahmat. Xursandmisiz? Xursandman. Sog' salomat bo'ling. Mening bahorim, gulu rayhonim onam. Dunyoda borim, jannat iforim onam. Mana shu obunachimga 1 million so'm ketdi. Keyingi 1 millionni siz yutib olishingiz mumkin. Hoziroq menga obuna bo'ling.